bin nisa'i khayron. Ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Ayollarga yaxshi muomala qilinglar. Ko'ring, bu nasihatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vadoda minglagan musulmonlar jamlanib turganda takror aytdi. Ya'ni avval ham aytgan edi bu nasihat. Ammo mana shunday bir ulug' maqomda payg'ambarimiz bir marta yig'ilgan bunchalik katta adaddagi musulmonlar bilan Hajjatul Vadoda mana shu o'rinda takror aytishlikka bu nasihat loyiq ekanligida payg'ambarimiz shubha qilmagan. Yana bir marta aytishlik shart lozim bo'lgan. Payg'ambarimiz aytganlar: "Vastavsu bin nisa'i khayran fa innama hunna awan indakum." Ayollarga yaxshi muomala qilinglar, zero ular sizlarning qo'lingizdagi asiralardir. Ayol kishini, erkak kishining qo'lida turishligini Rasululloh go'yoki bir asir odamga o'xshatyapti. Fe'lan ham shunaqa. Chunki erkak kishi oilaning rahbari, topib tutib kelayotgan erkak kishi, qabul qilishlik yoki taloq berishlik haqqi erkak kishining qo'lida, sizni itoatingizda, sizni xizmatingizda, chizig'ingizdan tashqariga chiqmaydi. Rasululloh go'yoki ayollarni asir deb aytayapti. Asirga qanday muomala qilishlik kerak? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga bir to'p ayollar kunlari birida erlarining xulqini yomonligidan shikoyat qilib kelishdi. Payg'ambarimiz ayollarning oldiga bir to'p ayollar erlarini yomon xulqidan shikoyat qilib kelishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan xabar topganlarida aytdilarki, Muhammadning oilasiga o'zlarining erlaridan shikoyat qilib ko'p ayollar keldilar. Ular, ya'ni boyaga erkaklar, ayollar shikoyat qilgan erkaklar, sizlarning yaxshilaringiz emas. Ayollarga xulqi yomon bo'lgan, yomon muomala qiladigan kishi musulmonlarda yaxshilar emas deb aytdilar. So'ngra aytdilar: "Khayrukum li ahli va ana khayrukum li ahli." Sizlarning yaxshilaringiz, qarang. Yaxshi musulmon qaysi desa payg'ambarimiz aytayaptilar, sizlarning yaxshilaringiz o'z ahllariga yaxshilaringizdir. O'zingizni qanaqaligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, ahli oilangiz bilan, xotiningiz bilan qanaqa muomala qilyapsiz? Shundan bilib qo'yavering. Chunki itoat qilmay, bo'yinsunmay, sabr qilmay iloji yo'q ayol kishini. Boyaga aytgandek asirda qo'limizda. Oshnangizga unaqa muomala qilib ko'ring. Bor senda oshnadan kechdim deydi. Endi ayol kishi nochor sabr qiladi. Men dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam,